Yomon ko'rsana degan bu. 2019 Cobalt. Mexanika. İkinci paysa. Mexanika. No. Bir narsa-ku. Mana chexol. Antistrapni ozgina to'g'irlattirib berasizlar. Yurgani 106.440 km yurgan 2019 mexanika Cobalt. Kraska? Kraska Arian'ın iş önünde bir kala. Unda tip stoykasindami? Bir karış endi. Ha, bir karış. Ben tarafdan. Ben çang ekan. Bermi? Ayga qancha tutdi ozgina. Necha so'm? Bir tane 105 gelişem. 105. Kameradan kaçak ko'rasizmi? 105 milyon gelishadi. Ekranda nomer do'stlar. Historiyalarimizni boshlaymiz, xudo xolasa. Bir yandan Gentra Cobalt, bir yandan ketaveramiz. No mashin chiqsa oldimizdan. Xudo xolasa. Ketdik esa. Yoshli, mashin 23. 23. Luku sakadiskasi ABS bor. Hammasi bor. Full. Full. Bako yengilmaymi? Bakoyan oladi. Yengiladi. Qora rang ekan do'stlar. Gaz qozonmasi bor. Gaz ham bor dedilar qo'yna. Motori suv demaygan ekan olingandan buyon klapan go'ymagan, o'zining akkumulyatori yumshoq balo o'rnatilgan. Mana. Bir dona soat yo'q ekan. Sidina qizadi. Oyoq tena poliga chexoli bor. Yurgancha buni 24.000. 24.000 kilometr, kraska yo'q. Kraska olti petno bor. Nerinda? Chap o'ngan qirelda bor. Galing. Kirelmi? Bermi? Yo'q, shuni petno bor shuni. Ay, bu valnasini pasida. Necha so'm mashin? 175 million gelişamiz. 165 saniyada oladi ketadi. Qatmoq. Gelişamiz. Yo'q, berdingizmi shunga? Beramiz. Ya bundan ham gashasizmi? Yo'q, 165 olsa beramiz. Ketdi, ekranda nomer. Cobalt Midnight GK2 2025-yil, endi o'zlari 26 yanvar 22-sida olgan ekanlar, lekin dokumentini 25 bergan ekan. Kuzov 25 dan shuning uchun bergan o'xshaydi. 4 tane yumshoq bola o'rnatilgan, nomer olingan. Yurgani 3748 km yurgan ekan. Nechik? Oyoqda yana polik tashalgan va akkuratni. Ne oldu? Nakitçesi değil mi? Şunun polik ham tashalgan arkasına. 148 takaladı öyle. Bola? Oldu. Ekranda nomer oldu 148 milyon son. Salonda 155 milyonluk. Ama 56 kaldık. Nomer aldınız 5 milyona. İyi balon koydunuz. Çesoma? Oldu. Balon 2 arama koyduk yaksın. Benimce normal. Kraski yok ha. Yo radno teş getir balona. Yaxshi. 3000 gene tuttum. Assalomu alaykum hammaga. Gentra sotiladi. 2023-yilning dekabr oyining 24 hisobi. Paketal. Hech yerda kraska yo'q, birinchi qo'l mashina egadan. Ishlarni polik tashalgan, yaxshi poliklardan. Sostena zo'r. 3000 km yurib turibdi. Egadan birinchi qo'l mashina. Aladonlar bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon to'g'risida kelishib beramiz. Garantiyali mashina. Hech yerda kraska yo'q. 100% garantiya. Onyx so'raganlar uchun Redline eng fulli 24-yil avtosalonda necha so'ma? 225 salonda. Mana 220 ama Redline 225 turadi. 4255 km yurgan, oyoqda yana polik tashalgan, nomer olingan, archa balonda qilgan. Gaz yo'q aga. nomer olingan guruh. Endi uni ko'rsatadingizlar? Yo'q, abrisovkasi qo'yilgan. Bu elcha balonlar qo'yilgan. Tushundim. Ham Radnoy 24. 100. Necha so'm? 185 gelişib beradi. Gelişing. 172, 173 saniye versinmi? Bular bilasiz-ku, shuning baho tashiydi sirasi. Vaqtimiz oz qoldi. 180 beraversinlar. 175 saniyada. Berasizmi? Telefonlashaversinlar. Bo'ldi. Redline do'stlar, qora rang. Salondan alcharzan. Egadan Gentra ko'rsatamiz. Avtomat korobka, lyuki sakadiskasi ABS bor. 2000-yil bu? 23. 23-yil. Kraska? Kraska toza. Kraska toza. Yurgani? 40 ming. 40 ming kilometr. Novlar bor. Yumshoq balon ko'rdi. Metani bor. ABS bor. Registrator bor, ABS bor. Berdingizmi? Pulti bor 98. Tushunarli.
Bu yerda ozgina charapena bor ekan, pokoleniya metan, bokovoylari mengnaladon variant, video registrator, antiradar bor, evakor tashalgan aytdingina. Necha so'm? 65 lar. 165, 23 ni. 165. Shtir takiz 152-55 atroflari. Naqda. Savdo yo'q bozorda. Ko'ribsizlar. Pul sanidon telefon uradi. Bo'ladimi shu? 52-55 atroflari. 58 lar atrofida. 55 atamiz yaxshi. Dim nagruziya bering. Bo'ladimi? 155 million so'm 23-yil. Assalomu alaykum. Nechanchi yil bu taychak? Kur Gentra olib ketdi-ku bu. Bahasi zo'rmi? Nechanchi yil bu? Bahası bu 19-yıl 2019. avtomat ko'rib kameralar ishlab turibdi. Bahası 95 milyon so'm naqd pulga kelishib beramiz ustida. 2000 dedingiz? 2019. 19 ni 90 million. 95. Kraska bor. Kraska chasni bor. Chasni chiqarib beraman. Chasni kraska bor ekan, 95 million so'm 2019 avtomat korobka. Yomon emas. Endi chasni deb necha foiz deb bilamiz endi kraska. 30%, ha? Yumshoq balon, metani Amerikanga olib turan bir narsasi bor. Metanon pokoleniya. Pokoleniya metan. Bu baholar tushdimi? Buni normalga ketdi bu baho. Hozir. Hozir. Nexus qancha yil? 19. Necha yurgan? 200'den ziyod yurgan salgan ama. Necha so'm? Bahası 77 milyon so'm bo'lsa beramiz. Bundan Gel yok lekin. Arzon ekansiz-da. Shuni men saqlab qo'ying-ku. Getdi. Gentrani ko'ngaliga. Foydalanib biladi. Gentra 299 nomer mexanika 2023 ekan, ha? Ya 22 23 mi? 23 O'zi 22 ekan. Tushunarli. Video registratori bor, mikrofon o'rnatilgan, bu Damas'laniki bu. Sidina qizada loboy treshina bor ekan, shuni birlikda dakansa ketgan. Yurgani? Metan? Benzinda ABS bor? ABS yo'q. ABSsiz variant. Yumshoq balon bor. Necha so'mga kelishamiz buni? 125 dan qo'sa beramiz. Qarang, bir baho aytaman, agar ma'qul bo'lsa, natasda bo'ldi deysizlar. 110 million sanab olib ketib biladi. Yo'q. Metan yo'q, ABS yo'q. Tamam. Ketmaymi? Yo'q, yo'q. 112 bitam. Yo'q. Ham 22 da. Ketmaymi? Yo'q. 13. Yo'q. Bo'ldi, ekranda olmay gaplashib savdolashaverasizlar ekan. Bundan ham kami bor. 85 milliondan kami bor. 2000-yil? 2013-yil. Yurgani? 165. 165. Bu Lacetti mi ya Gentra o'zimi? Lacetti Gentra. Gentra bo'lgani. Tushunarli. Telefon nomeri? Dari yo'q elimda izimda. Qo'shqamaya. 95 230 72 12. 12 ekan. Do'stlar, bir narsani aytayim, telefon ko'tarolmayman. Shu bozor kuni soat 1gacha 2gacha. Chunki zapis bo'ladi-da kuni bilan. Yet. Sizniki ham Gentra bo'lsa kerak-ku, ha? Kobaltmi? Hozir обратный joyga qaytishim kerak, avon hozir bratlar qarab turibdi. Ishimi? Birinchi pozitsiya ekan, ha? 2000-yil bu. 2017. Birinchi pozitsiya, konditsionersiz, ABSsiz. Ya'ni klapani tuzilgan ekan, ha? Metan o'rnatilgan. Kraska neda bog'a? 13 dedingizmi? 17 bu. 2017. Petnova. Yurgani? Yurgani 173. 173 ming kilometr. Necha so'm? 95 dan kelishamiz. 95 million so'mdan kelishiladi. 17 95 dan. 17 95 dan birinchi pozitsiya. Sal balandroq. Plus minus 82 83 million atrofi. Ketam. Salda farq kelishamiz. 90 dan kelishamiz, 90 dan. Shu 80 82 da. Ustida telefon urarsizlar. O'zi necha dedingiz? 95. 82 83 zo'r so'rabman shunda. Ketammi shuni? Bundan balandroq. Ey. Bir kunlik mashinami? Cobalt. Endi inomarkalar deni postat yuklaymiz, YouTube ham syomka etdik. Bu videomizda shu istoriyamizda Cobalt Gentra bo'lyapti-ku. Bir kunlik style 148 million so'mlik salonda 16 kilometr yurgan, nomer olingan shot. Necha so'm? Salon baha. Nomer olib berasizmi salon bahasida? Yo'q. Gelişse gap beramiz. Kuzovcha berdi bunda. 26 mi? Dokumentni ichki bo'ladi bunda. Tek pasport 26 oladi, kuzov 25 oladi. 26 etib bera olasizmi shunda? Ne onu? Buni dokumentini Dokumenti nomer alsak tek 25 etib beradi. 25 oladi. Ha, shuni aytaman. Salon bahasini nomer olib berasizmi? Yo'q. Chotki baha, so'rang, hamma so'rang. Yo'q, salon baha bo'lsa gaplashamiz. Salon baha deyvering, Ya gaplashamiz. 2 nomer oladi, salondan. Bu bir hafta Yo'q, keladi. yerini olib berami? Hey, o'zini adana oladi bir. Hang, bir salon bahasi nomeri bilan.
Yo'q, nomini ko'tarib qo'ying. Gaplashing. Qaranglar do'stlar, hozir sizlarga 25-yil GK2 Midnight ko'rsataman. Bu haqiqiy Midnight 155 million so'mligi. Yo'q, Majolonbek style topib bering deb ko'p odam so'raydi-ku. O'zi aslida bu style bu. Zavod, lekin prosta kraskalar berib Midnight atib zavod chiqargan buni 155 atib. To'g'rimi? Bu 155 million so'mligi. 155. Metan qo'ygansiz, pokoleniya, nomer olib qo'ysiz, 11000 kilometr yurgan GK2. Chexol hamma o'sha. Chexol, polik, hamma narsa tayyor, kraska yo'q. Yo'q, kraska. Necha so'm vaqtdasiz? Yana 155 millionlikni shuncha rasxod aytgansiz, 11000 yurdingiz, xo'p 150 cha berasiz. 155 oy tutibman, kelishib beraman. 51 shunda takalab berdi, to'g'rimi? 50 ga beraman. 51. Bo'ldi. Ketdi. Bunun ustida narsa bo'ladi. Baras qo'yishga 151 million ketadi. Hisob. Mana. 11000 kilometr yurgan do'stlar. 155 millionlik Midnight. Endi 148 million olib turib ko'chadan Midnight aytadi, zavod endi shunday variant, nima? Ko'ringlar, zo'r baho. 2021 mexanika Cobalt. 60 000 probeg. 100% toza, 4 balon. Kraskasiga javobmi? Javob. Hamma yeri shumka bo'lgan. Otido. Metan yumshoq balon bor. Hamma o'zi bor. Necha so'm? 125 125 million so'm. Endi mexanika so'raganlar uchun nahina. 60 000 kilometr takiz. Probeg o'ynamoqmi? Yo'q. 0 gap turib 60 000 87 da. Bir ko'rsatsa, probegini o'zi ringincha kirib probeg ko'p beradi oncha. Betadon. 122 ketib beramiz. 818. Yo'q, 20 chiqdilar bu. 20 dan o'tsa beraman. 20 da o'tsami? Ha. Ekranda nomer. Qaranglar, historiyalarimiz Gentra Cobalt oldu. Lekin Spark tushirdim, retro mashinalar tushirdim, Matiz tushirdim. Ularni YouTube'a chiqaraman vaqtida silka beraman, ko'raverasizlar. Bu Cobalt kimlardi? 2025-yil qora rang, polniy black edition tutku va oblisovkalar, nalar. O'zi bu Midnight mi ya? Midnight. Haqiqiy Midnight. Tushunarli, 25-yil Midnight. Yaxshisini yumshoq balon o'rnatilgan ekan. Oyoq tena polik, chexol. Mashina sosteniyasi zo'r. Cruise control 10000 kilometr yurgan. Bu o'zini tikildimi? O'zini yechib tashlab, ha? Tushunarli, mashina prosta olov bo'lib turibdi. Mana qaranglar. Yaldirab turibdi, qaranglar. Telefon berib bilaman, Instagramning kamerasi. Necha so'm? Metan bormi bunda? Metani yo'q. Benzinda. Yumshoq baloni bor lekin. 10000 yurgan. Necha so'm? Bitari 150 bor. 150 million. 150. Yaxshi baho, savdolashib o'tirmayman, zo'r baho lekin. Nexia 3 so'raganlar uchun 2022-yil mexanika. Yumshoq balon o'rnatilgan. Metan gaz baloni bor. Mexanika so'raganlari. Expertning variantiga SP knopkasi bor. Yurgancha dedingiz? 36000 kilometr yurgan 22-yil GK2. Shunda bir dona tochkasi bor ekan. Metan bor edi. Yana bir aytaman, takrorlayveraman endi, aralashtirmaysiz qoldim. Metan bor edi. Necha so'm deysiz? 105 million so'm bo'lsa beraman. Aytilishi 105. Yo'q, aytilishi emas, aytilishi 110, 105 ga beraman. Betadonmi? Ha, ish bir yilda kraska bor, boshqa radno. Bedami? Ha. Bo'ldi. Variantlar sizda ko'p. Variantlar kelishamiz. Dayon mashin bo'lsa, Liboy turdagi dayon mashin bilan almashtiramiz. Bo'ldi. 22 haqiqiy, 22 36 halol. Dekallar. Ayza tushuntiramiz, xudo xolasa video atamiz. Qaranglar do'stlar, qora rang Cobalt Style 2024-yil pokrishkasi. O'ziniki zavodskoy, 4-pokoleniya eng oxirida metan o'rnatilgan, ABS bor, klapan tuzilmagan. Qora rang do'stlar. Sen yurgan bu? 25 ga yurgan. Kraska bormi mashinada? Linoleum polik chexoli bor. Yurgani 25270, lekin bir polirovkalik mashina ekan, bir polirovka etsa tsarapinalar yo'q qiladi ekan. Garajda aytgan mashina o'xshaydi-da. Eshida bir narsa bormi? Navsi, qani? Vallahi jatgandan bo'ldi, boshqa hech qanday. Tushunarli. O'q deganing o'qdi-ku. Ha, mezi bu narsa boshqa. Tushunarli. Necha so'm deysiz? 140. Kelishtirib ayting. Takiz 132, 133 atrofida Yo'q, naqsa. yo'q, bo'lmaydi. Necha berasiz? 8, 37 bo'lsin. 130. Bozor oxiri sizlarga Cobalt ko'rsataman do'stlar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 153 000 kilometr ekan. Mashina birinchi pozitsiya. Klapan tuzilganmi? Nastroyka bo'lgan, metan bor, yumshoq baloni bor. Balondan plyus minusi bilan 130% ning protektor bor hali. Buning ichi bagajning ichida pepno bor. Yana ishni ko'rsataman. Ko'rsatib turibdi. Polosasi yana ichki tarafi.
Ya'ni shu qolasan ichida. To'g'ri ko'rsatgan dejani emas. 153.486 kilometr yurgan birinchi poysa. Narxini keladigan bo'lsak 91 million so'mdan kelishiladi. Generali bormi? Yo'q, hozir o'tirib bo'ladi. Oldi o'tirgani yaxshi ekan. Ekranda nomer bo'ladi, bemalol telefonlashaverasizlar. Mana 18 mexanika so'rovlari. Birinchi poysa. Bozor oxiri sizlarga Gentra ko'rsataman. 2022-yil ishlab chiqarilgan, yurgani 60 chadi. 67 ming kilometr yurgan, ABS bor ekan. Klapan tuzilganmi, tuzilmayapti? Tuzilmayapti. Kraska yo'qmi mashinada umuman? Zakonni. Narx, durar hamma gap bormi? Ozgina sanab turamiz. Ha, ne nom go'shti? Vaqimma bo'ldi. Ha, vakuumda chiqqan. Kraskalanmadimi? Uni endi doldirilibdi. Balon o'ziniki, metan gaz baloni bor. 2022-yil mexanika Gentra. 120 million so'mga olishiladi ekan. Kimga qiziq bo'lsa, bog'lanaverasizlar. Ekrandan nomer. Ko'ringlar. Damas so'raganlar uchun egadan 2025-yil yurgani 26 ming kilometr haqiqiyga mashinasini oldim ekan. Tonirovka ruxsatnomasini 9 oy bor ekan. Metan gaz baloni bor, yumshoq balon ham o'rnatilgan. Salon qismi linoleum polik. Bir chexol giz berasa o'ralgan 26594 mashina tayyor. 25-yil. Narxi 90 million so'm takaladi ekan. Savdolash fotolarida yo'q. Non choy ichida 90 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, mana ekranda egasini nomeri oladi. Naqd ikkilamizdan aytmaymiz uni, xo'p. Naqdmi, variantmi, uni ko'raverasiz o'zingiz. Ko'ringlar. Bu bana. O'ynatasan. Bu Kia Sportage motori. Ikkilik motor. Uzoqdan bir ko'rsataman. Smart Stream G Dons 16 klapali. Endi bunda Elantra motori. İkisi farkı bor ekan. Navoda. Biri sel sanagan. İyi bunda bu qizil, ha? O'shanda ikki dona qizilunda. Bunda esa qora ekan-da. Bu qani? Raziysa niyatu. Bunaqa ebillar ham bir xil ekan, ha? Yetimlar. Ну, zavod birda. Kia Hyundai. Bir kilogram. Bir xil. Endi gövdasini qara. Bu yengil, bu og'irroq. Uchaddanmi shunda? Egadan Cobalt keldi syomkaga. 2022-yil mashina bir qo'lagan. Yurgani 22200 chani yurgan. Benzinda gaz o'rnatilmagan. ABS bor, motor qismi вообще idealniy, akkumulyator tozasidan bosgan ekanlar. 4 tona yumshoq balon ham bosganlar. Mashina sostenasi tarang, вообще idealniy. Ena. Polik, chexol, monitor, monitor keladi, u matafonsiz. Ena. Sostenasi dahshat. Bir yeri bor. Endi yosh bolalar kirchib ketdi, bolalar hech narsa bilmaysan baribir. Shu buni shopirning o'ng tarafi. Nima qaranglar? Kirchiki boyna. E'tibor berdingizlar. Shunda tiyib ketgan, pastdan ketgan, bundan ketgan, shunda tiyib shu bolalar ish qilib rasm chizgan ishni tiyib. Shu holatida sotiladi. Takaladon yeri 120 million so'm, 22 ming kilometr yurgan do'stlar, benzinda. Ko'ringlar, ekranda egasi nomer oladi. Naqd pul. Bas kamroq yurgan Gentra so'raganlar uchun egadan hozir mo'ykaga kirdingizlar, mo'ykadan olib chiqib, sразу shu yerda syomka atibmiz. Haqiqiy ega 2023-yil mashina ikkinchi qo'l, ya'ni avtosalonga bir yoziladi, salondan to'g'ri bilan olib ketar ekan. Noldan haydab o'tdilar. 23-yil 11600 kilometr yurgan, lyuki, sakadiskasi, ABS bor. Pokoleniya metan o'rnatilgan, top tozasini yumshoq balo o'rnatilgan. Mashina hech endi bir sarrapina degan narsasi yo'q. Idealniy. Mana bagoyingni olmaydi. Oyoqda zakonisidan polik tashalgan, chexol, sijina qizadi, 725 magnitofon, subwooferni bosib beraverasiz ana. Magnitofon tayyor. Nakleykalarda yechilmagan. Kamroq yurgan variantdan so'ravadingizlarmi sizlar? Paketlarni dapadan. ABS bor. Mana mashina tarang, yurtibizlar, akkuratniy laminatsiyalar ham qilingan. Assalomu alaykum avtoshop muxlislari. Bugun 22 fevral navbatdagi savdomiz
2023 yılda işlep çıkarılan Ekonex oldu. En full padissesi, en full'u maşının. Narxı Kankadan gelen ülkemize, adınız kimin? Amanbay ülkemize 285 milyon naq pula verdik, iştir. Təbrikliyimiz, yaxşı günlərin toylara mininlə, buyursun. Tiləklər olsa, aytayarəsizlər. Soğudan içki oldu. 5 puldan etmedi okşidim benimki. Ülkemizin atası varken, dengelceyken geldi. Tamam, nakbul, iştir, boldu. Nesip etsin, buyursun. Toylara binsin. Geleverese, izi köp. Kanka gitti mi kasaplar? Kankaya gitti, kuda kalasın. Kasap bu atış bindirtti. Dede. 2023 yıl para bekçe. 39 bin travers 39 tablo bin. 4 balon tane öfke ruhsatnama. 385 bin mi oldu bakas? Bas. Sen benim